حياكم الله أيها الإخوة. Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Ramazonda bajariladigan buyuk ibodatlardan biri tarovih namozi, tunda o'qiladigan namoz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Kim Ramazon kechalarida Allohning ajri savobiga ishonib va ajri savob umidida kechasi namoz o'qisa, oldingi gunohlari kechiriladi. Ramazon oyidagi tarovih namozi tungi tahajjud namoz jumlasidan. Ramazon oyidagi tungi namoz tarovih deb nomlanishining sababi, chunki salaf solihlar har 2 rakat yoki 4 rakatdan istirohat qilardilar. Ya'ni uzoq vaqt namoz o'qigandan keyin ozgina dam olardilar va dam olgandan keyin yana yangi ishtiyoq bilan keyingi rakatlarni boshlardilar va xushu bilan namozlarni davom ettirardilar. Tarovih namozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Rasululloh 3 kecha tarovih namoz o'qiganlar, keyin namozga chiqmaganlar. Nima uchun? Men tarovih namozi sizlarga farz bo'lib qolishidan qo'rqdim deb aytganlar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Rasulullohning mehribonliklari cheksiz bo'lganidan shunday qilganlar. Ya'ni 3 kecha sahobalar bilan namoz o'qiganlar. Keyin sahobalarni oldiga chiqmay, uylarda o'qiganlar. Sahobalar ham o'zlari alohida o'qishgan. Nima uchun sahobalar bilan o'qimay qo'ydilar? Farz bo'lib qolishidan qo'rqqanlari uchun. Agar tarovih namozini har kuni jamoatda o'qiganlarida farz bo'lib qolar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin farz bo'lib qoladi degan qo'rquv qolmadi. Rasulullohdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. U kishining xilofatlari ozgina davom etdi. 2 yildan oshiqroq xalifa bo'ldilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dindan qaytib ketganlar bilan kurashish bilan mashg'ul bo'ldilar. Va u kishining vaqtlari Arabistonda tinchlikni ta'minlash bilan va Arabiston tashqarisiga islomni yoyish uchun hozirlik ko'rish bilan o'tib ketdi. Umar radhiyallohu anhu keldilar va islom dini keng tarqaldi. Iroq va Shom diyorlariga islom yetib bordi. Umar radhiyallohu anhu ning davrlari uzoqqa cho'zildi. U kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu ga nisbatan uzoq vaqt xalifa bo'ldilar. Shuning uchun ichkaridagi ishlar bilan shug'ullanishga ham imkoniyatlari bo'ldi. Bir kun Ramazon oyining kechasida masjidga chiqsalar, odamlar tarqoq bo'lib namoz o'qishyapti. Ba'zilar 3 ta bo'lib, ba'zilar 4 ta 5 ta bo'lib namoz o'qishyapti. Umar radhiyallohu anhu namoz o'qiyotganlarni bir imomga jamlab qo'ysam yaxshi bo'lar ekan dedilar. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tiriltirdilar. Rasululloh farz bo'lib qolishidan qo'rqib, jamoat bilan o'qimagan edilar. Vafot etganlaridan keyin qo'rqiladigan narsa qolmadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vaqtlari oz bo'ldi va katta ishlar bilan mashg'ul edilar. Va Umar radhiyallohu anhu ning xalifalik davrida bu sunnatga amal qilish vaqti keldi. U kishi Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ni imom qilib qo'ydilar va sahobalar u kishining ortida tarovih namozini o'qishni boshlashdi va Rasulullohning buyuk sunnatlariga amal qilish boshlandi. وأعيدت وعادت تلك السنة العظيمة.